11-raqamda Sayfiddin Sodiqov hozir aynan u markazga tomon yurdi, uzatmani amalga oshirib bermoqda. Zarba yo'llandi va gol! Hisob ochilyapti. Ajoyib start 2-daqiqa. Biz holatni takroran ko'rishimiz mumkin. Sayfiddin Sodiqovning uzatmasi. Bugungi o'yin afishasida Sodiqov o'rin olgan edi va bu bekorga emas. O'yinchimiz 2009-yilda tug'ilgan Aslirbek Aliyev hozir Oldil junior a'zosi hisoblanadi. Mana bu yerda imkoniyat bo'lyapti. Yaxshi pas, ikkinchi golmi? Xadoslar Sarsimbayevmi? Hisobni ochib olyapti o'zi uchun Nurbek. Mana hujumni ko'rishimiz mumkin bir boshidan yutib berdi. Yana hozir ikkinchi assist. Ha, ikkinchi assist. Aynan shu 11-raqamdagi o'yinchimiz Sayfiddin Sodiqov ikkinchi assistni amalga oshiryapti. Vaqtida to'pni qaytarib berdi. 9, 15 va 21-raqamdagi futbolchilar. Yaxshi, Erimbetov hozir to'pni olib qo'ydi. Xavfli vaziyat yaratilyapti. Shukrulloh! Qanday zarba yo'llayapti? Mana xohish qanday golga olib keldi. Barbani qarang. Trayektoriya. Saudiya bilan bitta o'yin durang o'ynaganmiz, bittasida g'alaba qozonganmiz. Mana bu yerda imkoniyat bor. Aliyev 3-gol. Aliyev do'stlar 3-golni uryapti Aslirbek Aliyev. Zaxiradan maydonga tushgan hujumchimiz ham o'z nomini tabloga yozdirmoqda.